bu qumli filtr qanaqa qilib o'zini o'zi yuvishi mumkin? Keling, mana shu savolga javob beraman. Qarang, nasosni to'g'ridan-to'g'ri mana shundan ulaymiz. Bu yerda manometrni ko'ramiz. Bu narsa nima? Bu gidrotsiklon bo'ladi. Suvni aylantirib, cho'kadigan qumli, toshli narsalarni o'zida ushlab qoladi va toza suvni tepaga berishni boshlaydi. Bu ham aslida filtr bo'ladi. Bundan keyin nima mana bu narsalar? Bu mana bu bochkalar bo'ladi. Bochkaning ichiga qum solib qo'yiladi. Masalan, taxminan mana shu qatorda qumi bo'ladi, ya'ni kvarts toshi bo'ladi. Tushunyapsizmi? Mayda tosh bo'ladi. Mana ichini qarang, ichini ko'ryapsizmi? Zyodochkaga o'xshagan narsa. Mana mashina oralaridan suv chiqib kelishi, bu yerdan suv pastga tushishni boshlaydi. Ya'ni qarang, tepadan suv kirishni boshladimi? Tepadan suv tushyapti pastga, to'g'ridan-to'g'ri. Suv mana bunga kelib urildi, yoyilib, chochilib, ana endi qumdan o'tib, shimilib, to'g'ridan-to'g'ri mana bu narsalardan shimilib, keyin mana pastga suv o'tadi-da, ko'ryapsizmi? Pastdan keyin tizimga tozalanib suv chiqib ketadi. Ana endi o'zini o'zi qanaqa qilib yuvadi deyotgan bo'lsangiz, men sizga javob beraman. Qarang. Xuddi shu holatda bu filtrimizdan suv o'tib turibdi, toza suv kelib turibdi, to'g'rimi? Toza suv kelib turgan bir paytda, qarang. Bunda endi klapanimiz nima ish qiladi? Bu klapanimiz mana tepadan toza suv kelib turgan suvni o'chiradi-da, yana ham joydan o'chiradi-da. Ana endi mana bu kanalizatsiyaning turbasi bo'ladi, mana mashinga ulab yuboradi. Ko'ryapsizmi? Mana chiqishi mana shu holatda suv chiqib ketadi kanalizatsiyaga to'g'ridan-to'g'ri. Xo'p, tizimimiz qanaqa ishlaydi? Ana endi bu yerda teskari davleniya keladi. Bu filtrdan toza suv kelib turibdi. Mana ko'ryapsizmi? Toza suv kelib turibdi. Tepaga suv chiqishni boshlaydi. Shunda ichidagi qumlar bor-ku, qaynab chiqib, baqillab xullas qaynayotganga o'xshab turadi-da, ichida qaynab turib tepaga ko'tarilishni boshlaydi. Kir suvlar xullas yana mana bu yerdan obratni kirib, klapandan o'tib, kanalizatsiyaga xullas chiqib ketadi. Ana endi xuddi shu holat, bundan toza suv kirishni boshlaydi, ikkinchisidan yuvilishni boshlaydi. Bu narsani mana programmatorimiz boshqaradi. Mana bu klapanlarimiz suvni ochib, yopib beradi. Xullas, kimga shunaqa sifatli filtrlar kerak bo'lsa, o'rtoqlar, kelaverasizlar. Xullas, sifatni qadrlaydigan fermer akalarimizga bu videoni jo'natib qo'ysanglar, har doimgidek meni paddeshka qilgan bo'lasizlar. Joningiz sog' bo'lsin.